Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyimizni başlaymiz. Washington'dan söz davatımız. Jungo Tayvan saylamağa ehtiyatchan pozitsiyada bo'ldi. Demokratiya Taraqqiyot Partisi buni his qildi. Mavzuli xabar 1-ayning 14-kuni Dovi torbetida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Tayvan saylimi yaqinlab keldi, ya'ni ata. Bizning vaqt tartibi bo'yicha aytganda ata shanba kuni. Partiyalarning o'rin almashtirishi Jungo Tayvanda sezgirlikni oshirib o'tdi. Tayvan matbuoti xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Demokratiya Taraqqiyot Partisining yuqori darajali rahbarlarining oshkorlashicha, Jungoning bu qatimqi Tayvan saylamiga tutgan pozitsiyasi do'stona ehtiyotchan munosabat tutdi. Biz buni tushunib yetdik deb ko'rsatdi. Lekin Sharqiy Osiyo vaziyati masalasida Demokratiya Taraqqiyot Partiyasi Amerika, Yaponiya o'rtasida yaxshi aloqalashish bor. Maxfiy elchilarning berib kelishi yo'q, deyishdi. Jungo vaqt gazeti Tayvanda nashr qilinadigan Jungo vaqt gazeti 1-ayning 15-kuni xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Demokratiya Taraqqiyot Partiyasining prezident nomzodi Tsai Ing-wen xonim 14-kuni Kaohsiung shahrida ziyoratni, muxbirlarning ziyoratini qabul qilganda mundaq ko'rsatdi. Saylanib qolsam, tashqi aloqalashishni darhol harakatga keltiraman. Do'st davlatlar va Jungo bilan aloqa o'rnataman. Saylamdan keyingi vaziyatni muqimlashtirib, Tayvan muqimligining ko'pchilikning manfaatiga bog'liq ekanligiga ishonishimiz kerak. Saylamdan keyin o'ltirib so'zlashishimiz kerak. Tsai Ing-wen xonim Tayvan bo'g'ozining muqimligiga tirishchanlik ko'rsatganligini bildirdi.